Men sizlarga 20 kunlik lecheniya bergan edim. Trombosit 0 bilan, leukemiya bilan diagnozi bilan kelgansizlar. 50 ga 50 deb 40 kunlik choylar beraman deb men 20 kunlik berganman, to'g'rimi? 20 kun ichida bir marta ham aloqaga chiqmabsizlar. Nima bo'ldi? Ayting. Buni stomatit bo'lib, og'izlardan tilini ichidan yaralar chiqib ketaverdi, hech narsa yemadi. 15 kun mana dorizda bo'lgandan keyin bir kun, ikki kun ichgandan keyin umuman icha olmay qoldi-da. Yaralari tog'anagigacha, og'iz pardalarigacha bo'g'ib yara chiqaverdi. Keyin gematologiyaga borib qon qo'ydirdik. Qon qo'ydirganimiz ketdi, o'ziga kelgandan keyin 15 kundan keyin ichirishni boshladi. Keyin ichirishni boshladilar 20 kun. Juda ko'p bizga foydasi yaxshi bo'ldi. Nima foyda berdi? Ya, umuman o'sha stomatiti yo'qolib ketdi. Qo'llar ranglari sariqligi yo'qolib ketdi. Narsalar yeyishni boshladi. Mana hozir umuman narsa yeyolmaydi. Endi hozir narsalar yeyapti. Analizlarimiz yaxshi bo'ldimi? Zo'r chiqdi. Analizimiz 10 kun oldin topshiruvdim. 103 chiqdi-da. Hech 103 bo'lmagan bizga. Gemoglobin. Trombositimiz 50 dan ko'tarilmaydi. 200 trombosit. 200 ga chiqdi trombosit 20 kun ichida. 20 kun ichida. 20 kun ichida bo'ldi bu narsa. Bugun mana 23-aprel 2025-yil. Yana 20 kunligimiz bor. Xudo xolisa hozir men sizlar Qashqadaryodan, Shahrsabzdan men hozir yana 20 kunlik beraman. Hozir analizingizni ko'raman. Faqat sizlarni bitta xatoyinglar 20 kun ichida umuman aloqaga chiqmabsizlar. Nima bo'ldi? Nima qo'ydi? Endi iltimos sizlardan holati haqida har 3-4 kunda ma'lumot berib analizlarni jo'natib turinglar. Mana shu demak 200 deyotgan bo'lsangiz, ilik ishlab ketdi. Hozir men ko'raman yana analizlarini. Ishlab ketsa dorilarning soni ham kamayib ketadi. Iltimos sizdan ahamiyatli bo'linglar. Xo'p, sog' bo'ling. Men sizlarga mana bu choylarni berganman. Qo'ying, men bu yerga olgan choylaringizni qo'ying. Mana shuni, mana shularni berganman. Mayli, qon to'xtatuvchi bilan trombosit mashinani berganman. Tabletka yo'q, mana men bundan berganman. Mana bundan berganman, to'g'rimi? Ha, shundan bergan. Bo'ldi. Mana lecheniya. 20 kun ichirdim. O'sha kech boshlabsizlar-da faqat. Kech boshladik faqat. Bo'ldi, tushundim. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.